Birinchi katta bayroqdan keyin o yerda ikkinchi bayrog'imiz bor. Xuddi shu yerga boramiz inshaalloh. Aziz do'stlarim, mana haligi millionni reklamasi 1-apreldan to 10-aprelgacha Xalqlar do'stligi saroyi 19:00 million konsert beryapti. Bu yerda Elmurod Haqnazarov hamda Erik Haydar, Elton Ferganskilar konserti, bu yerda Shohjahon Jo'rayevning konserti bo'lar ekan. Mana yaqin kunlarda bu metroga qarab kirib ketish bu. Odam gavjum. Toshkentning Qoq markazida Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana xuddi o'sha Xalqlar do'stligi katta konsertlar bo'ladigan joyga keldik. Haligi mana bu internetda katta videoroliklar, kliplar, konsertlar bo'ladigan joyga keldik. Inshaalloh Alloh nasib qilib shu kunga yetkazdi. Behisob shukrlar bo'lsin. Endi inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa bu yerlarga kelib katta konsertlarni tomosha qilish, balki nasib qilsa konsert berish ham nasib qilib qolar. Konsertlarda qatnashish ham nasib qilib qolar. Eslab qolinglar inshaalloh.